Xitoyning vatanimizda 3 kun ichida 330 odamni tutganligi kuzatuvchilarning gumonini qo'zg'adi. 9 fevral Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda 3 kun ichida atalmish mushtum zo'rlikni tozalash, rezillikni tugutish shuari bilan 330 kishini tutganligi xalqarodagi kuzatuvchilarning gumonini qo'zg'aganligi bildirildi. Xitoyning mushtum zo'rlikni tozalash, rezillikni tugutish harakati mamlakat xarakterlik bostirish harakati bo'lib, bu harakat Xitoy raisi Shi Jinpingning tashabbusi bilan boshlangan. Xitoy Davlat kabineti va Kompartiya markaziy komiteti 24 yanvar kuni 34 organning mas'ullarini chaqirib bu harakatni boshlagan edi. Xitoyning vatanimizdagi partikomi 29 yanvar kuni aloqador organlarning mas'ullariga telefon yig'ini chaqirib, mazkur harakatni Sharq Turkiston miqyosida boshlagan edi. Lekin Sharq Turkistonning JX sistemasidagi yerlik xodimlarning oshkorlashicha, bu harakat Xitoyning boshqa o'lkalarida jinoiy guruhlarga qartilgan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkistonda uning nishoni diniy faoliyatlarga, atalmish radikallikning ifodalariga zarb berishdak diniy erkinlikka aloqador sohalarga kengaytirilgan. Xabarda Xitoyning Sharq Turkistonda 3 kun ichida 330 kishini tutganligining oshkorlanganligi, Xitoy bergan bu xabarni Sharq Turkiston vaziyat ahvolini kuzatuvchilarning gumonini qo'zg'aganligi, Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda dunyo bo'yicha eng zich bo'lgan kuzatish kamera o'rinlashtirib, Sharq Turkistonni usti uchuq turmaga aylantirib qo'yganligi hamma kishiga ayon bo'lib ketganligi. Xitoy o'z xabarlarida Sharq Turkistonning osmonda to'r, yerda qopqon bo'lib ketganligini doim ta'kidlaydiganligi. Sharq Turkistonda Xitoy zulmining chekdan oshganligi sababdan xalqaro jamiyatning qattiq diqqatini tortganligi, Uyg'urlarni bostirish harakatini yushirolmagan Xitoy ko'rinishda xalqaro jamiyatga qora jamiyat jinoyatchilarini mushtum zo'rlikni tozalash, rezillikni tugutish degandek shuarlarni qo'yib olgan bo'lsa-mu, amaliyotda Uyg'urlarga qarata bostirish harakati elib berayotganligi bildirilgan. Qozog'istondagi Uyg'urlar shahid Muhammad Salih Damollam uchun duo tilovat qildi. 9 fevral Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlar Olmutog'ga yig'ilib, Alloma shahid Muhammad Salih Damollam uchun xatmi Qur'on va duo tilovat qildi. Faoliyatga Olmuta va boshqa rayonlarda yashayotgan pishqadam Uyg'urlar, yurt kattalari, o'lima, qori Qur'onlar bo'lib 1500 atrofida kishi qatnashdi. Faoliyatda shahid Alloma Muhammad Salih Damollamning hayoti va qisqacha tarixi so'zlandi. Damollamning hayotida dinga qilgan xolisona xizmatlari, harmay-talmay qilgan ilmiy amgaklari, Qur'oni Karimning hozirgi zamon Uyg'ur til tarjimasini ishlashdagi mahorati, Damollamning Uyg'urlar ichida emas, balki xalqarodagi ta'sirlarimi muayyanlashtirilib, yuqori baholar berildi. Oxirida Allohdan shahid Alloma Muhammad Salih Damollamning shahodatini qabul qilishini, barliq ilmiy xizmatlarining Allohning dargohida qabul qilinishini, barliq gunohlarining kechirilishini Allohdan tilab duolar qilindi. Poytaxt Abdulhamid II filmida Sharq Turkistonning tilga ilinishi Uyg'urlarni suyundirdi. Turkiyada qo'yilayotgan Osmanlı davlatining eng oxirgi podshohi Sultan Abdulhamid II'ning tarixi aks ettirilgan ko'p qismli televiziya teatri Poytaxt Abdulhamid filmining 9 fevral kechdagi 37 bölümida Sultan Abdulhamid II tarafidan Xitoy zulmi ostida ingrayotgan Sharq Turkiston xalqiga qoral avatganligining tilga ilinishi va bu orqali Uyg'ur xalqi bilan Anatoliya turklarining tarixdan buyangi uzilmas rishtining sahnaga elib chiqilishi muhojirat yashayotgan Sharq Turkiston xalqini qattiq suyundirdi. Mazkur film Turkiyaning davlat kanali TRT1 da qo'yilayotgan bo'lib, butun dunyoda musulmonlar eng ko'p ko'radigan filmlarning ichida o'rin olmoqda. Yaqinqi yillarda Xitoy bilan Turkiyaning iqtisod, siyosiy, sayohat, madaniyat qatorliq sohalardagi munosabati quyuqlashib berayotgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan Turkiyaning san'at va film sohasida har xil filmlar va axborot programmalarida Uyg'urlarning hozirgi echinishlik ahvoli davomli kun tartibga kelmoqda. Millet olanlar arkanızdan gözyaşları dökecek sizin için. Devleti ayağa kaldırmak için uğraştı. Namerde boyun eğmedi. İslam'ın adını yere düşürmedi diyecekler. Zalimin karşısında dimdik durdu diyecekler. Ben her an, her lahza buna şahidim Hünkâr. Şahidim. O vakit alemi İslam için daha da çok çalışalım paşa. Hünkâr,
Emrettiğiniz üzere Sarıyer'e yerleştirdiğimiz Alman topları ve silahlar gizlice gemiye yüklendi. Ruslar o topların hala kendilerine yönelik olduğunu zannedecekler. Âlâ. Hünkârım, gemi Boğaz'dan Akdeniz'e, oradan da Süveyş kanalıyla Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ulaşacak inşallah. İnşallah silahlar gider de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz biraz nefes alır. Gün gün havadisler geliyor. Çinlilerin zulmü altında ezilmelerine biraz da olsa mani olsak iyidir. İnşallah hünkâr, inşallah. Türkiye armiyasi İdlib'ga yetib bardi. 10 fevral Qrim agentligiga bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya harbiy avtomobillari Turkiya-Suriya chegarasidan o'tib, İdlib Afrin yo'li orqali İdlibdagi jiddiychilikni tugutish uchun İdlibning sharqiy janubiga joylashgan Abu Zuhur nahiyasiga qarashliq Taltukan yezisida baza qurgan. Harbiy avtomobillar o'rinlashgan joydan taxminan 6 kilometr yiroqlikdagi liniyada Bashar Asad qismlari va Iran qo'llayotgan militant guruhlarning borligi bildirildi. Turkiya armiyasi o'rinlashgan yangi ko'zitish nuqtasi Turkiya-Suriya chegarasidan taxminan 50 kilometr tuvan tarafga to'g'ri kelgan. Marco Rubio Uyg'ur avtonom rayonlik JX nazoratiga DNA asbobi sotgan Amerika shirkatiga xat yozdi. Amerika Kengash palata a'zosi, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining raisi Marco Rubio Amerika Thermo Fisher shirkatining direktori Mark Kasperga xat yozib, mazkur shirkatning Uyg'ur avtonom rayonlik JX nazorati bilan bo'lgan munosabatini so'ragan. Thermo Fisher DNA ratlash asbobi ishlab chiqaradigan bir shirkat bo'lib, Uyg'ur avtonom rayonlik JX nazorati Uyg'urlarning DNA avrishkisini yig'ib, ratga turg'izishda mazkur shirkatning asbobini ishlatgan. Kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti 2017 yili 12-oyda Uyg'ur avtonom rayonlik JX nazorati ishlatgan DNA asbobini yuqorqi shirkatning ishlab chiqarganligini oshkorlagan edi. Marco Rubio Xitoy doiralarining Uyg'ur avtonom rayonidagi barliq fuqarolarning DNA avrishkisi, barmoq izi, ko'z qarchuqi, qon tiplarini to'plab, umumyuzlik biologiyalik uchur ombiri qurib chiqishi kishilik huquq faoliyatchilarida jiddiy andish qo'zg'aganligi. Chunki Xitoyda boshqa davlatlardagidek DNA uchur ombirini qo'g'daydigan unda qonuniy kapolatning yo'qligini bildirgan. Marco Rubioning ta'kidlashicha, kishilik huquq tashkiloti 2017 yili 6 va 8 oyda Thermo Fisher shirkatiga 2 qatim xat yozib, Xitoyning Uyg'ur rayonida hech qanday jinoyat yo'q kishilarning DNA avrishkilarini yig'ayotganligi va shuningga aloqador bir qator masalalarni so'ragan bo'lsa-mu, lekin bu shirkat ularga qanoatlanarli javob bermagan. Marco Rubio xatida Mark Kasperning javob berishini talab qilib, bu shirkatning Uyg'ur avtonom rayonlik JX nazorati bilan bo'lgan munosabati, ular bilan elib borgan DNA asbobini qanday ishga ishiltadiganligiga aloqador suhbatning mazmuni va bu asbobning xato ishlarga ishiltilmasligi uchun qanday harakatlarda bo'lganligi qatorliq savollarni so'ragan. Xitoy doiralari 2016 yili butkul Sharq Turkiston miqyosida umumiy xalqning majburiy salomatlik tekshirish harakati elib berib, Uyg'urlarning DNA avrishkilarini to'plagan edi. Ammo doirlar umumiy xalq salomatlik tekshirish harakatining maqsadining DNA avrishkisi to'plash ekanligini hech kimga aytmagan edi.